Assalomu alaykum. Ro'molga o'ragan qiz yo'qmi? O'rab olinglar demoqchiman. O'ramagan bo'lsanglar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshilayapsizlarmi? Sog'ingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, xudo Qanaqasiz? Rahmat. Ozgina vaqtinglarni olamiz. Charchamadingizmi? O'zingiz charchamayapsizmi? Ijodlar bilan, ishlar bilan. Rahmat. Nima gaplar, nima yengilliklar? Tinchlik. Aytmasam ham xabaringiz bor o'zi nima qilayotganimizdan, a? Ha, ko'rdim. Ko'rdingiz? Zo'r loyiha bo'pti. Yaxshi. Yaxshimi? Ha, qani gapiringchi? O'zgarishlar qanaqa? O'zgarishlar zo'r. Aha. Sizni kursingizda o'qigandan keyin Aha. Narxlar oshdimi? oshdi. Necha puldan tikardingiz oldin? Hammaga qiziq joyi-da bu. Arzon. Ha, xo'p, necha pul? 200, 100. 200 ming so'm, 100 ming so'mdan tikardingiz. Hozir necha puldan Eng tikyapsiz? uzog'i 500 minggacha. Hozir Eng arzonidan eng qimmati. Qiziq hammaga ayting. $50 Oho, ko'ryapsizlarmi? Bu nimani hisobiga? bilim hisobiga. Yo, o'zimga nisbatan ishonchim hisobigami? Juda katta. Shunaqa bo'lmaydimi? Yo, albatta bo'ladi. Oldin nimaga narx aytishga qiynalgansiz? Menimcha o'ylayman bilim yetishmasligidan. Yo, endi bilim. O'sha ishonch. Yo, baribir bichib tikib yurgansiz-ku. Yo, baribir ham nima deydi? Aha. O'zimizga ishonchimiz past bo'lgan deb hisoblayman. Hozir endi bemalol nima uchun qimmat degan savolga javob bera olasiz? Ha, albatta. Nima deb javob berasiz? Sifatga e'tibor beramiz. O'sha qolipiga e'tibor berasiz. Albatta. O'zingiz ham ustozsiz. Shogirdlarim. Minglab shogirdlar chiqargansiz. Mendan ko'p shogird chiqargansiz. To'g'rimi? Yo'q. Yo, endi baribir uchebniy sentrdami qanday dars berasiz? Mono markazda. Mono markazda dars berasiz. Hammaga qiziqda. Bu safar boshqacha savollarni beraman deb. Endi keyin mana istoriya debman. Izohlarda qaysi savolni berishimiz qiziq bo'lsa, o'shani yozib ketsanglar zo'r bo'lardi. Oldin qayerda ishlagansiz? Uy-joy bo'lganmi, atelye bo'lganmi? Yo'q, avval kollejda dars berganman. Undan keyin ozgina tikish o'sha atelyeda ishladim. U ko'pchilik bo'lib ishladik-da u paytda. Arenda olgansizlar, lekin 3-4 kishi bo'lib tashlashib olgansizlar. Hozir o'zingiz mustaqil joyingiz. Mustaqil, mana shu yerda mart oyidan ochdik. Shogirdlar oldim. Arendalar chiqyaptimi? Zo'r. Foydachi. Zo'r. Shogirdlar qalay, charchamayapsizlarmi? Yaxshi ustozlarmi? O'rgatyaptilarmi? Omadinglarni bersin. Rahmat. Lekin kursingizga gap yo'q. Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat. Siz bilan juda ko'p birga bo'ldik, darslarda, sayohatlarda ham birga bo'lganmiz. Juda ko'p birga bo'ldik. Xudo xolisa sayohatlarni ham uyushtiramiz. Yana qanaqadir hozir kunda muammolar bormi? Qiynalayotgan joyingiz? Muammo yo'q deb ayta olmayman. Hammada bo'lsa kerak menimcha muammolar. Nima asosan? Chunki klientlar bilan ishlash ozgina murakkabroq, endi oson bo'lmayapti. Chunki kundan kunga yangi texnikalar kirib kelyapti. Yangiliklar har kuni bo'lyapti. Buni kim bezadi qo'l ishlarini? Buni o'zim bezatganman. Sizni kursingizdan keyin. Tushunadi. Yaqinroqdan ko'rsatinglar bitta texnikani, qanaqa akkuratniligini bitta ko'rishsin. Manzilni aytib keting. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani. Nimaga men To'ytepadan duraman sizni? Sizni klientingiz bor edi To'ytepadan. Shu tarafdan deb anaqa qiluvdik. Bir eslaysizmi? To'ytepadan bir klientim bor edi, Zarnigor. O'sha tarafdan kelasizmi deganimizda, To'ytepadan o'tib ketaman ustoz degandim. Eslaysizmi? Bu esimda yo'q. Men nimagadir To'ytepada bo'lar ekanman. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida. Chunki kollaboratsiya qilib videolarni qo'yamiz. Ko'pchilik manzil qayerda deb so'rashligingiz mumkin. Balkim offlaynsiga shogird tushish istagida bo'lganlar bo'lishi mumkin. Buyurtma qilmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin. Bemalol ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana sifatini qanaqaligini ichlari aytgancha mana astarlar bilan tikilishlari ham akkuratni. Bu mana ishlari, ishxonalari mana